Assalomu alaykum. Bizlarni yaqindan kuzatayotgan aziz obunachilarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Biz esa ta'limga yangilik kiritishni davom etamiz. Bugun esa bizni kuzatib tursangiz, ona tili darslarimizda oy va yulduzlar degan ajoyib metodni qo'llaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Lobar Muxtorov YouTube kanaliga obuna bo'ling. Bizda eng qaynoq, eng qizig'i bizning kanal. Biz esa davom etamiz. Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Ketdik. Xo'p, demak, hurmatli o'quvchilar, hozir sizlar bilan birgalikda ona tilidan olgan bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Sizlar bilan biz fe'llarni bo'lishli va bo'lishli turlarini o'tib kelyapmiz-da. Bugun esa sizlar bilan mana shu mavzuni mustahkamlash maqsadida oy va yulduzlar deb nomlangan ajoyib bir metoddan foydalanamiz. Bilasizki, kechqurun oylarimiz chiqadi. Oylarning oldiga nima yetishmayapti? Yulduzlar yetishmayapti. Demak, mana bu yerda yulduzlarimiz bor. Yulduzlarimizda esa savol va topshiriqlarimiz bor. Savol va topshiriqlar nimadan iborat? Bizda bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar o'tyapmizda, bu yulduzchalarimizda esa fe'llarning asosi bor. Asosni olasiz va bo'lishli va bo'lishsiz qilib tez o'zingizni oy atrofiga yopishtirib yig'ishni boshlaysiz. Yulduzlarni qaysi qator o'z oyini oldiga ko'proq yulduzni yopishtirsa va to'g'ri xatosiz so'zni yoza olsa, demak o'sha qatorimiz g'olib sanaladi. Chunki osmonimiz kechqurun oy bilan yulduzlar bilan birgalikda chiroyli ko'rinadi, to'g'rimi? Agar oy chiqib yulduz chiqmasa ham bunday bo'lib qoladi-da. Shuning uchun oy bilan yulduz bir-biri bilan ona bilan boladek bo'lganligi uchun, demak biz yulduzlarni oylarni oldiga yopishtirishni boshlaymiz va topshiriqni to'g'ri bajarishga e'tibor berasiz. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyor bo'lsa, demak har bitta qatordan bittadan o'quvchi chiqadi. Ketdik, chiqamiz, tezlashamiz. Yulduzni olasiz, orqasidagi asosiga qarab bo'lishli va bo'lishsiz fe'l qilib yozasiz va keyingi o'quvchi tayyorlanib turadi, chiqadi. Oyni yulduzdan yopishtirasiz va keyingi o'quvchi chiqadi. Ketdik. Keyingi o'quvchilarim tayyor bo'lsa chiqing. Keyingi o'quvchi birinchi qatordan bo'la qoling. Yaxshi. Qani keyingi o'quvchilarimiz. Yulduzchalarimiz ikkita qoldi. Natijalarni ko'ramiz. Yaxshi, yulduzchalarimiz qolmadi. Endi esa natijalarga qaraymiz. Natijalarga qaraymiz. O'quvchilarimiz harakat qilishdi. Oylarni oldiga yulduzlarini to'plashga va so'zlarni to'g'ri yozib hosil qilishga harakat qilishdi. Birinchi qatorimiz 3 ta yulduzchani qo'lga kiritishdi va to'g'ri hosil qilishdi so'zlarni. Bo'lishli va bo'lishsiz so'zlarni to'g'ri yozishdi. O'rta qatorimiz 4 ta yulduzchani qo'lga kiritib, ular ham bo'lishli va bo'lishsiz fe'llarni to'g'ri yozishdi. Oxirgi qatorimiz ham 3 ta yulduzchani qo'lga kiritib, ular ham bo'lishli bo'lishsiz fe'llarni to'g'ri hosil qilishdi, lekin bu yerda albatta tezkorlik va ko'proq so'z yozib hosil qilishga va yulduzni ko'proq to'plagan o'quvchilarga qaraydigan bo'lsak, o'rta qatorimiz 4 ta yulduzchani qo'lga kiritishdi va to'g'ri yozishib, g'oliblikni ham qo'lga kiritishdi. Qancha